yo erkalikmi? Gapiring. Nima qilay? Yuz ko'zini ko'rsatmagan go'zalim. Ko'zi ochilmagan mushukcham. Cho'kaymi? Mana bir umrlik qulingiz bo'lay, vafodor itingiz bo'lay. Gapiring, nima qilay? It bo'lib quraymi? O'tgan etagidan olaymi? Gapiring, quraymi? Mamajon! Xohlasangiz otingiz bo'lib kishnay. Ot bo'laymi? Buyuring malikam. Nima qilay? Qani, keling, mening ustimga. Ota-onangiz oldiga borib rozilik so'rab kelamiz. Qani, bo'ling, mening ustimga. Mening deyapman. Sen meningga. Aynan. Usmon Home Collection'dan shunday chiroyli pastellar kerak bo'ladi. Men sizlarni cho'nday cho'g'irlashib o'tiribsizlar desam, sizlar nima qilyapsizlar? Voy, aylanib ketaylar. Usmon Home Collection'ning pastellari ham arzon, ham sifatli. Hamma bayramga ketadi-yu, a? Nozi bo'ladi. Bu noz emas. Bu noz emas. Niyatim menish bo'lsa, hozir minsin. Bo'lmasa. Voy! Ashov otni menga qilishni o'zi bo'lmaydi-da. Ot ketidan ergashganni toy deydilar. Shola ekkan yigitni boy deydilar. To'san uchun baqa kecha bilan tepganni tizasidan bo'yniga chiqmay deydilar. Keng shamollab keling. Endi shamollab umrimiz o'tar ekanda. Yuragim lakillab ketdi, jonim bolada. Qo'rqaningni